Bugun quvvatim bor, shijoatim bor. Har bir yumushimdan to'ladi ko'nglim. Yoshim o'tib senga muhtoj bo'lsam ham, yelka tutib toyim, tog' bo'lgan o'g'lim. Bugun salomatman, shukr, ming shukr. Ko'zlarim porloqdir, toparman yo'lim. Keksalikda gar olsin desang huzur, ko'nglim gullatuvchi bog' bo'lgan o'g'lim. Sen bor umidlarim oshgandan oshar, baxtingni tilashdan duoda qo'lim. Yaxshi bo'lsang onang ming yillar yashar, imoni but inson bo'lgan jon bolam. Men sendan nimalar kutyapman axir, bular deya bir kun ham o'ngi so'lim. Suyansam qulamas tog' bo'lgan o'g'lim, seni yaxshi ko'raman dilbandim o'g'lim. Assalomu alaykum yaxshilardan-da yaxshilarim. Yangi kun muborak bo'lsin. Osuda osmon ostidagi jannat makon O'zbekistonimizda yana bir ajoyib kun. Samimiy tilaklarimizni bir quchoq qilib, fayzli xonadonlarga kirib borishda davom etamiz. Azizlar, ayni daqiqalarda tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasi yana mehmoningiz. Studiyamiz mikrofonlari qarshisida men, boshlovchingiz Nilufar Zokirzoda bo'laman. Bizga yo'llangan go'zal tabrik xatlarini o'z egalariga yetkazishda davom etamiz. Bizni tinglashda davom eting. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Abduhalilov Samandarbek ukamizni barcha yaqinlari, mehribonlari nomidan dadajonisi Husniddin akamiz hamda onajonisi Marg'ubaxon opamiz tabriklaydilar. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bizga Abduhalilov Samandarbek ukamiz kerak edilar. Men esaman. Sizni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa birozgina vaqtingizni olsak maylimi? Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kuningiz bilan butun loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzli onlarini tilab qolamiz. Ilohim Alloh sizni ikki dunyo saodatiga musharraf etsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Bizning loyihamizga erta tongda murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina iliq so'zlar aytib, sizni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin mehribonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ring-chi, sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda kimlar tabriklashi mumkin? Shu oilamda boshqa kim bo'ladi? Aynan kim deb o'ylaysiz? Onam. Mashalloh, to'g'ri topdingiz. Sizni ayni bugun shukrona kuningizda juda ham xursand ko'rishni istagan va sizni yaxshi ko'rishlarini qayta ta'kidlab o'tgan eng yaqin insonlaringiz, oila a'zolaringiz, opajoningiz Zinnuraxon, akajoningiz Bektosh va eng asosiy tabriklarni yo'llagan dadajoningiz Husniddin akamiz hamda onajoningiz Marg'ubaxon opamiz tabriklamoqdalar. Xursand bo'ldingizmi? Ha, albatta. Kutganmidingiz? Yo'q. Tug'ilgan kuningizga qanday sovg'a olishni xohlagan bo'lardingiz? Yashang. Unda keling, ushbu go'zal tabrikni aynan siz uchun sovg'a tariqasida o'qib eshittiraman, maylimi? Mayli. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Bugun o'zgachadir har bir lahzalar, quvonchlarga to'lar baxt ila bugun. Har yonda tilaklar, shirin tabriklar, chunki bugun sen tug'ilgan kun. Sen uchun bezadik go'zal satrlar, shirin tilaklarim faqat sen uchun. Yaqinlar sen tomon tabriklar yo'llar, chunki bugun sen tug'ilgan kun. Assalomu alaykum yuragimning bir parchasi bo'lgan aziz farzandim, jonkuyar o'g'lim, jonim bolam. Sen ushbu unutilmas kuningda seni bor vujudi bilan yaxshi ko'rguvchi mehribonlaring nomidan samimiy muborakbod etamiz. Umring uzoq, rizqing butun bo'lsin. Mehribonim, jon bolam, bilasanmi? Sen dunyoga kelgan kun xuddi uyimizga quyosh kirib kelgandek bo'lgan. Do'm boqqani yuzlaringga qarab, jajjigina qo'lchalaring ushlab, seni bergan Allohimga hamd va sanolar aytganman. Seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Meni sendek o'g'lim borligidan faxrlanaman. Har doim Allohim panohida bo'lgin. Yerdan tuproq olsang oltin bo'lsin. Kelajakda oliygohlarda o'qib, buyuk inson bo'lishingga ishonaman. Allohim buyuk insonlar, olimlar, ziyolilar qatorida qilsin. Baxtingni baxtlilar qatorida, rohatingni rohatlanib ko'rib yuraylik. Aka-ukalaringga, opa-singillaringga suyanchiq, yelkadosh, maslakdosh bo'l.
Dadajoning ikkalamizni, yuzlarimizni yorug' qiladigan inson bo'l. Seni yigit birlari qo'llab yursin. Allohim seni yaxshiga yaqin, yomondan yiroq qilsin. Seni saxiylar, saxovatpeshalar qatorida qilsin. Har doim yaxshi insonlar davrasida bo'lgin. Mard, jasur, qo'rqmas, halol inson bo'lgin. Allohim nazaridan qolma. 100 yoshlarga kirganingda ham barcha mehribonlaring yoningda bo'lsin. Borligi baxtim bo'lgan nuri diydam. Allohim, ilohim kelajagingni porloq, yo'llaringni nurafshon qilsin. O'g'lim, baxt iqbol hamrohing bo'lsin. Yurgan yo'llaring gullarga to'lsin. Baxtingni ko'rib ko'zlar quvonsin. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin deya onajoningiz o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz jonli tarzda yozib olinmoqda. Onajoningizga va barcha yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz bormi? Shunaqa e'tibor berib o'shanga rahmat deb aytaman. Rahmat, salomat bo'ling. Ilohim barcha niyatlaringizni Allohim ijobat qilsin. Avvalambor sizlarni bog'lab turgan mana shu go'zal rishta, mehr, oqibat, hurmat va muhabbat hech qachon sizlarni tark etmasin. Umringiz uzoq, joningiz sog'-omon bo'lsin. Yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing. Xo'p, mayli. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang, biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Instagram, Telegram, YouTube, Facebook kanallarimizda barcha tabriknomalarimizni kuzatib boring. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.